Akalar tayyor biznes ko'rsatamiz. Avtozapravka Hyundai Mighty benzovoz и avtozapravka ko'rsatamiz. 2,5 tonnali bo'ladi. Bongolar kichiklik qilyapti Bahromjon deganlar uchun rosa ko'pchilik so'rashuvdi. Topib ko'rsatib bera olmagandim. Bugun obzorni qilamiz, narxlar bilan tanishamiz. Xo'p, narxini boshida aytay, $23,000 bilan mashq holatda yetkazib beraman. O'zbekistonga tamojnigacha bo'ladi akalar. Rastamoshga bojxona to'lovi alohida chiqadi. Bojxona to'lovi hozirgi kunda endi o'rtacha hisobda men bu mashinani olib kelib rastamoshga qilib ko'rmadim. 17-18 mingdan mo'ljal qilaverasizlar. Aloqaga chiqsanglar, yana ham deklarantga hisoblatib aniqini bilib beraman. Keling endi bu yoqqa. Ko'raylikchi mashinani. O'zi odatda bu mashinaning salonni ichlari hech kimga qiziqmas. Tayyor biznesda pul topadigan, non topadigan mashina. 2,5 tonnaligi Hyundai Mighty. Orqa taraflarini ko'raylik. 2,5 dizel bo'ladi. Nimaga yuradi deb yoqilg'isini ham ko'pchilik so'rashadi. Dizel bu. Zapravkalarda, Koreyaning zapravkalarida masalan katta yo'llarda mashina o'chib qoladigan bo'lsa, borib zapravka qilib beradigan mashina bu yoki o'zi tashiydi ham. Buni labog o'rnatilganlari ham bor. Buni 10 tonnali mashinalarga o'rnatilganlari ham bo'ladi. 3000 litr hajmga ega bu mashinamiz. O'zi 2,5 tonnali mashina, lekin 3000 litrcha kiradi. Qani orqasini ochib ko'raylik. Asosiy sizni biznesingiz mashina orqasida bo'ladi. Qani ochilsin. Voy, amortizatorning kuchliligini ko'tarib yuboraman dedi. Kelinchi qani. Mana bu shlanka bo'ladi. Ichida bormi yo'qmi bilmayman. Voy. Qarang. 30 metr ekan, shlankaning o'zi 30 metr ekan, yo'lda o'chib qolsa yoki bir mashinaga to'ldirib qo'yib, zapravkani o'rnida ishlatsangiz ham bo'laveradi ekan. Benzin yo'q edi, gaz yo'q edi deb o'ylab o'tirmaysizlar. Asosan bunda mana qani ko'raylikchi. Tushdi, joyiga tushdi. Salarga tashigan ekan, benzin ham tashsangiz bo'laveradi, napor bilan bu yoqdan urib beradi. Mana bundan boshqarib yondi mana, bemalol yoqib, o'chirib, mana bu joydan hisob kitobini qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Endi hozir birorta mashina bo'lganda olib kelib quyib ko'rsatardim. Qo'lim lekin nima bo'lib ketdi? Yog' bo'ldi, perchatka kiyib olibman. Mana bu joyda projektor ham bor ekan. Kechqurun agar mabodo kechqurun vizit keladigan bo'lsa, tez chiqib ketish kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bu yerdagi yilini qarang, 2016-yil. Buni ham birkasi bo'lar ekan, aka, qarang, buni ham birkasi 2016-yil ekan. Apparatda 2016-yil, 30 metrli shlanka. Xo'p, endi mashinani saloniga keladigan bo'lsak, buni hajmini aytib o'tdik, 3000 litr bo'ladi hajmi. Bundan kattasi ham bor. Suv tashiydigani bor. Bundan keyin suv tashiydiganini ko'rsataman. 7 tonnali suv tashiydigani bor. Yo'llarga suv sepadigani. Ekologiyaga, unga rastamoshga to'lovi ozroq olinadi. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, salonni ko'raverasizlar endi mana. Oddiy ekan-a. 3 kishilik общий. Mana bu yerda xavfsizlik kamarlari bor. Общий 3 ta odamga mo'ljallangan. Narigi tarafidan o'tib ko'rsataman. Spes texnika ham chiqarib bering deb ko'pchilik so'rashayotgandi. Mexanika korobka ekan, bismillah. Qani. Nechta ekan? Euro 4 ekan bu. Hop, yo Euro 5 ekan, 5 talik korobka. Hop, 128 ming yuribdi mashinamiz. Konditsioner pechkasi bor ekan, asosiy narsasi sizlarga kerak bo'ladigan narsasi. Bitta qorli yo'llarda ishlatiladigan tugmachasi bor ekan, magnitofoni bor ekan. Shu bor narsalaridan hozircha asosiy narsalari ko'p. Oyna ko'targichlari qani. Mana rushnoy emas ekan, hech yo'q, mana shular ham. Oyna ko'tarib ochadiganlari. Xo'p. Narxini aytdim, 23 ming bilan yetkazib beraman mana shu holatda akalar. Xo'p, endi bundan keyin bundan kattasi 4,5 tonnaligini ko'rsatamiz. Suv sepadigani uni ishlatib ko'rsatib beraman agar ichida suv bo'lsa. 2016 ga 17 ekan texpasport, aloqaga chiqib olasizlar. Inshaalloh xizmatdamiz akalar.